Assalomu alaykum, YouTube kanalimizga yangiliklarni qo'yishni boshladik. Mana labolarimizga o'xshagan damaslarimiz chiqyapti, xudo xolasa. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana bizda borda, mana xudo xolasa Alp Motors zavodda biz kabinka so'raganlarga bir tonnali motor, samasval, eng qizig'i любой narsani Alp Motors zavodda birinchi o'rinda-da, mana ko'rishlaring mumkin. Mana hozirgi paytda jarayonda mana Namangan shahridan kelishdi. Hoji boboga sovg'a qilish uchun olishyapti. Mana xudo xolasa. To'liq zaryadda 90 kilometr yurdi. 52 akkumulyatordan 5 ta. Mana benzinli so'raganlarga benzinlilarimiz ham yig'ilyapti jarayonda. Mana oldiga pol kabina qo'yilyapti. Mashinachalarimiz, kabinkalarimiz, Al Motors ichida yuribmiz. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, konvertda mana yig'ilyapti, xudo xolasa. YouTube kanalimizga o'tib obuna bo'lib, aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Yig'ilish jarayonidamiz. Mashinachamiz baribir nomerlarning poniyachalar turishini qarang. Vodiychilar dastavkalari bilan buni $2100 qilib beryapmiz. Bitta servislargacha bor. Masalan, bizdan mahsulot olsangiz, mahsulotimizni zavodskiy brakchisi darrov joy-joyida qo'yib, ustalarimiz servislarda yangilab berishadi. Yig'ilish jarayoni mana. Ko'pchilik aytadi, bu biz birinchi qo'l biz. Mana zavodning ichida birinchi qo'l Bodo kompaniyasi Qo'qon shahar ichida, Marvarid magazinda oldida bilasizlar, shahar ichida. Mana benzinlikda olib chiqib ketishyapti. Ko'rishingiz mumkin. Bitta gazni bosing. Yig'ilish jarayoni. Hamma mahsulot o'zimizdan chiqadi zavodda. Mana pol kabina qo'yib berishdi. 3 tonnalik samasval. Mana Namangan shahriga xudo xolasa labomizga o'xshagan yangi modelda chiqib ketyapti. Shunga kimga xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar YouTube kanaliga.